Noila opa, asos andozalar haqida juda ham ko'p gapirasiz. Tikuvchilikda asos andozalar o'zi nimalarga ishlatiladi? Asos andoza bu tikuvchilikning eng kerakli kaliti. Tikuvchilikni hamma qilishi mumkin, lekin asos bilan hamma ham ishlay olmaydi va juda ham ko'pchilik u asosning kerakligini ham bilmaydi. Men sizlarga bitta narsani aytay, nima uchun asos deyman? Chunki ana shu ko'rib turgan hamma liboslar, naryoqdagi sarpo liboslari, merosdagi barcha liboslar bizda asos bilan ishlangan. Va asos bilan tikilgandan keyingina men daromadga kirishni boshlaganman. Eng birinchi daromadimni asos andoza orqali Amerikaga bez primerka tikkan libosim orqali kelgan. Ya'ni $500 sal ziyod pul bo'lgan bu 2017-18-yillarda. Va o'sha ko'ylagim yoqqandan keyin bitta asos andoza bilan, ya'ni katta zakazlarni Amerikadan olishni boshlaganman o'sha vaqtlarda. Ya'ni ko'rmaganman mijozlarimni, lekin tikkan liboslarim qolipda tushaverganda, o'shaning uchun aytdim, hozir tikuvchilarga aytsam pul yo'q deyishadi-da. Bilim olinglar, puli o'zi orqalaringizdan yugurib keladi. Mana o'shanda agar asosi bilmaganimda u Amerikaga o'zimcha bichib tutgan libosim umuman yoqmasdi. Men naborot rasxod qilardim, xarajatga tushardi. Lekin bitta bilim bilan tikilgan libos meni butun bir почти o'sha payti dekabr oyidagi daromadimni qilib berganda, shunaqa mendan baxtli inson bo'lmagan. O'shandan beri men mana shu baxtlilikni har bir tikuvchi his qilib ko'rishni xohlayman. O'shandan beri aytaveraman, o'qinglar deyman, bilim olinglar deyman, rivojlaninglar deyman. Yo'l ko'rinaveradi qizlar. Pul tiqilib yotibdi. Faqat bilim olsalaringiz bo'ldi u pulni olish uchun. O'shaning uchun hozir bizda 2026-yil klub doirasidagi eng katta bilim mana shu asos andozaga bag'ishlangan. Batafsil ma'lumotlar kerak bo'lsa, pastda klub so'zini yozib qoldim, biz sizga ma'lumot yuboramiz. Kim asos andozani o'rganmoqchi? Klub so'zini yozib qoling.